Assalomu alaykum. Italiyada nega o'qish tekin? Nega namuncha tekin va nega hamma qiziqib ketyapti? Shu mavzuda gaplashamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Ismim Shohjalil, familiyam Qosimov. Yevropada Italiyani bir qismi bo'lgan avval, keyin Angliyada, keyin Yaponiyada o'qiganman. 11 yildan beri ta'lim sohasida ishlayapmiz. Shukrki, juda ham ko'p insonlarni rozi-rizochiligini olyapmiz va Italiya bo'yicha juda ham ko'p savollar bo'lgani uchun umumiy foydali kontent qilishga harakat qildik. Bemalol o'tirib oling, bir 10-15 minutcha vaqt ketadi, lekin ancha-muncha foydali qilamiz. Ya'niki bakalavriatni alohida ko'rib chiqamiz, BA deymiz va magistratura. Italiya o'zi nega tekin? Nimaga pul beryapti, nimaga o'qish tekin qilib qo'ydi va o'zi grantni qanaqa qilib yutib berishyapti? Shuni ochib chiqamiz. Aslida o'zi ikki xil grant bor Italiyada va bularni ingliz tilida aytadigan bo'lsa merit based bor, ya'niki siz a'lochi bola bo'lganingizga beriladigan grant bor. Buni Italiyada olish deyarli ilojsiz, ya'niki 90-95% natija so'rashadi. Ayrim universitetlar, men faqat top universitetlarni gapirdim, ya'ni kimdir kritika qiladigan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Luis Guido Carralda shunaqa 90% dan baland bo'lishi kerak natijasi. Va ikkinchi grant bu davlat tomonidan berilayotgan grant. Bu grant nimaga berilyapti? Bu grant ya'niki davlatga aholi jalb qilish uchun qilinadigan ishlardan biri. Ya'niki DSU grantining asosiy falsafasi kuchli ekspertlarni, kuchli mutaxassislarni jalb qilish. Bilamiz, Yevropada demografik inqiroz bor va ishchilarga, ekspertlarga, har xil turdagi mutaxassislarga Yevropa bo'ylab yuqori talab bor va bu keyingi 5 yildan keyin juda ham kengayadi va shuni oldini olish uchun davlatlar Italiya, Germaniya har xil tariflarda, har xil formatlarda, har xil budjet ajratgan holatda talabalar jalb qiladi. Chunki talabalarning juda ham ko'pi keyin u yoqda qolib yashaydi. O'zbeklardan ham masalan hech kim qolib yashamasligi mumkin deyishingiz mumkin. Biz ham ishonmaganmiz, toki meni sinfdoshim xullas bizning fransuz kelinimiz bor. Ya'niki sinfdoshim fransuz qizga uylangan. Ya'niki bu narsa aholi aralashishlari common juda ham ko'p kuzatiladi va shuni maqsadli qilib Italiyaning grantini berishgan va bu grant yutib olinmaydi. Bu grant shunchaki oddiygina ikkita sharti bor. Birinchisi, siz o'qishga kirgan bo'lishingiz kerak, o'qishga kiradigan qog'ozingiz bo'lishi kerak. Ikkinchisi bo'lsa shu murakkabroq, shuning uchun qo'l mehnati og'ir bo'lgani uchun xizmat haqqi olinadi. Bu o'sha DSU grantining arizasini topshirish. Bu arizada ikkinchi kerak hujjat, birinchisi kirish, ikkinchi kerak hujjat bu sizning moliyaviy imkoniyatingiz o'sha har xil joyda, har xil universitetda o'rtacha 15 ming, 20 mingdan kamroqligini ko'rsatib berish. Bu O'zbekiston sharoitida 100% aholiga mos keladi. Shuning uchun 100% hammaga Italiyaga grant chiqadi va bu grantni biz e'tibordan chetda qoldiradigan taraflari haqida gaplashamiz va Italiyaga juda ham ko'pchilik qiziqyapti transfer qilishga. Ya'niki nega transfer qilishadi? Italiya ham xuddi Yevropadagidek birinchi yil bu foundation, bu pulli bo'ladi. Foundation o'rtacha $2000 to $8000 bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi yillar kattaga yozib qo'yaman, tekin. Va o'rta hisobda 8000 stipendiya beradi. Va bizda juda ham ko'p tendensiya kuzatilyapti. Foundationning sharoiti, hattoki borlar ham, yo'qlar ham foundationni O'zbekistonda o'qib, keyin Italiyaga perevod qilishmoqchi. Buni men qaytarmoqchi emasman, faqat ogohlantirmoqchiman. Buni strategiyasi, siyosati juda ham nozik. Buni ochib berishdan niyat, ya'niki ertaga kuyib qolmasligingiz, vizadan отказ olib qolmasligingiz uchun. Birinchi transfer haqida aytaman, ya'niki bunga ko'pchilik qiziqadi bizning auditoriyada. Birinchi yil O'zbekistonda istalgan institutda o'qib turib, keyin Italiyadagi istalgan universitetga, ya'ni o'zligingiz yaxshi ko'rishgan universitetlarga perevod qilishadi, ya'ni o'tkazishadi ikkinchi kursdan, ya'ni tekin bo'lsa, sirasi stipendiya olish uchun. Bu yerda juda nozik narsa bor. Siz bu yerda topshirganingizda o'qishingiz ha tekin bo'ladi, ha grant beriladi, lekin vizaga topshirayotganda siz grant talabasi ekanligingizni aytsangiz, to'g'ri kelmay qoladi. Chunki vizaga topshirayotganda moliyaviy hujjat ko'rsatasiz, viza olish uchun meni sharoitim bor o'qishga deb. Ya'ni grant o'zini ko'rsatsa bo'lmaydimi? Yo'q, afsuski bo'lmaydi. Buni yana chuqurroq tushuntirib berishimiz uchun baribir o'tirib gaplashishimiz kerak. Chunki har bitta case har xil. Sizga to'g'ri ma'lumot beraman deb noto'g'ri berib qo'yish xohlamayman. Shuning uchun shu yerda ehtiyot bo'ling, sodda qilib yopib ketamiz. Transferda juda ham nozik masala bor. Siz o'tayotganingizda vizaga pulim bor deysiz.
grantga pulim yo'q deysiz. O'sha narsani bir vaqtda, bir muddat ichida qilayotganingiz uchun viza rad javobi juda ham ko'p holatlarda chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun agar sharoit bo'ladigan bo'lsa va siz hali 11-sinf tugatmagan bo'lsangiz, foundation orqali ketish yoqimli va xavfsiz bo'ladi, chunki viza beradi. Va foundation xarajatlaridan tashqari ikkinchi bu shunaqa kontrakt bo'ladi va o'rtacha 700 dan ketaveradi. Endi sharoitingizga qarab yashash xarajatlaringizga $1000 gacha ham ketib qolishi mumkin. Va stipendiyani aytib ketaman. Stipendiya sentyabr oyidan berilmaydi. Juda ko'p talabalarim juda ko'p nufuzli universitetlarda o'qishayotganda qiynalishadi stipendiya kelguncha. Italiyada o'qib ishlasa bo'ladimi degan savolga men birinchi so'raganda yo'q deb yuboraman. Chunki yo'kida italyan tilini bilasizmi deyman. Ha, italyan tilini bilsangiz deyman. Yoki chunki oddiy tushuning, siz O'zbekistonda yashayapsiz, O'zbekiston restoranidan ish so'rayapsiz, siz boshqa davlat fuqarosiz, deylik, Nepallisiz yoki Hindistonlisiz. Sizni ishga olinishi uchun siz o'zbek bilan raqobat qilasiz. O'zbek tilini bilmaganingiz uchun sizni ishga olish, qiziqish uchun kimdir ishga olishi mumkin, lekin odatda qiyin bo'ladi. Xuddi shunaqa holat sizni o'zingizda bo'ladi Italiyaga borgan. Chunki oldingizda raqobatchingiz italyan tilini biladigan yoki boshqa Yevropa xalqlari ham keladi bu grant uchun. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'niki Italiya granti, Italiyaning imkoniyati yaxshi, zo'r, o'qish tekin, stipendiya beradi. Ancha imkoniyatlar yoqimli. Bundan foydalaning, lekin kutilmalaringizni sog'lom qilib oling va siz agar qiz bola bo'ladigan bo'lsangiz, boringlar yoki nimjon bu ota-onalarga mesaj, farzandinglarning imkoniyatlarini o'zinglar bilasizlar. Men kimdir qiladi yoki qila olmaydi deyishdan doim yiroq bo'lganman. Hammaning imkoniyati yashirin. Men aytishardi, bilib bo'lmaydi. Lekin agar ishlamaydigan bo'lsa, birinchi yildagi kontrakt bilan umuman yashash xarajatlariga umum hisobda 15 ming ketib qolishi mumkin. 15 ming ketib qolishi mumkin. Lekin buni bo'lib ketadi, lekin shuncha pul ketib qolishi mumkin. Va 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda ham xarajatlar bo'ladi. Ya'niki stipendiya to'liq yetmasligi mumkin. O'qib ishlash masalasi so'roq ostida, bu 100% o'zingizga bog'liq. O'zing nima qilarding desa, men tavakkal qilmasdim. Shuning uchun. Lekin Italiyani imkoniyati, ya'niki boshqa davlatlarga sharoitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, Italiyani qilsangiz bo'ladi. Lekin doim aytganimdek, strategiya 5-6 yillik, ya'niki quruq Italiya bilan emas, biz umumiyroq, kattaroq masshtabda, ya'niki ketguncha nima qilamiz va men 5-6-yillarda nima rejamiz bor. Agar Yevropada qo'nim topmoqchi bo'lsa, Yevropaga immigratsiya qilmoqchi bo'lsa yoki Yevropada umumiy hisobda 5-7 yilda ishlab o'qimoqchi bo'lsak, bu uchun aniq ko'rib chiqilgan strategiyani ko'rib, menga shu Italiyadagi yoki Yevropadagi mana shu kompaniya kerak, mana shu kompaniyaga kirishim kerak, mana shu kompaniyaning tajribasini olishim kerak, kuchli mutaxassis bo'lishim uchun deydigan bo'lsangiz va aniq fanli bo'ladigan bo'lsa, xizmatingizdamiz. Ofisga kelsangiz, bemalol to'liq strategiya qilib, to u yoqdan kutib olinishi, bir kun kulgim kelib ketdi. Ana kuni bitta servis yozib qo'yishibdi. Xullas, sim karta ochib beramiz, viza karta ochib beramiz, hammasini borgunizcha qilib beramiz. Ya'niki borgunizcha u yoqda kutib olinishdi, yotoq joy topish, bank karta ochtirish, yana qilinish kerak bo'lgan u yoqda hujjatlar bor, hammasini qilish muammo emas, etap-etap qilinadi. Agar sizga Italiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, ofislarimiz ochiq, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zimizga ravo ko'rgandek qilib beramiz va Italiyada aytgancha bitta zo'r narsani oxirida aytib ketar ekanman, foundation tanlayotganda o'ta ehtiyot bo'ling. Men bu bo'yicha katta podkast ham qilganman, ko'rsanglar bo'ladi. Foundation ayrimlari ingliz tilida emas, italyan tilida chiqarib yuborishadi. Bu bo'yicha katta mavzu qilganmiz Italiyada o'qiyotgan talabamiz bilan. Uni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun yaxshi konsultant tanlashingiz kerak bo'ldi. Ehtiyot bo'lishingiz kerak. Mas'uliyatni, javobgarlikni bo'yniga ola oladigan inson bilan ishlaganingiz yaxshi. Bugungi mavzuyimiz Italiya edi va Italiyaning o'sha past balandlari, plus minuslari haqida gaplashdik. Umuman olib qaraganda Italiyadan foydalansak bo'ladi. O'zimizning strategiyamizda bir qismida foydalansak bo'ladi. Agar sizga video, kontent yoqimli bo'lgan bo'lsa va fikrlaringiz, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda qoldiring, reaksiya qoldiring va juda ham iltimos qilib qolgan bo'lardik. Savobga sherik bo'lish uchun do'stlaringizga ham ulashing. Ya'niki ularga ham foydali bo'lib qolishi mumkin, ayniqsa foundation masalasi va viza olish masalasi. Chunki barcha harakatingiz bir teng bo'lib ketib qolishi mumkin agar viza отказ chiqadigan bo'lsa. Undan yomoni yo'q. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.